Mana shunaqa video o'tgan payti kelib qoladi. Boshqa payt o'tiradi telefonda gaplashib, lekin imini mana shunaqa o'tiraveradi. Bosing. Tech Pro do'konimiz uchun YouTube kanal ochdik. Bugundan boshlab YouTube'da videolarimizni ko'rsanglar bo'ladi. Ko'proq obzorlar, har xil videolarni, video uzun bo'lgan hisobiga YouTube'da qo'yishni boshlaymiz. YouTube kanalimizda nimalar bo'ladi? Obzorning videolar, do'kondagi obzorlar, har xil prikol videolar ham qo'yib turamiz. Bugundan boshlab Tech Pro uchun YouTube kanal boshlandi. Hozirgi videomizni obzor, do'kon, polni obzor qilamiz. Do'kondagi mahsulotlarni birma-bir ko'rsatamiz. Har bitta mahsulot tushuntirib berishga harakat qilamiz. Do'konimizda nima mahsulotlar bor, nimalar sotyapmiz, nimalarni skidkaga, aksiyaga qo'yyapmiz, nima mahsulotlar kelyapti, hammasini bugundan boshlab YouTube'da obzor qilamiz. Xo'p, birinchi polkamizdan boshlab ko'rsatadigan bo'lsam, bu yoqda xartlar, внешний xartlar, ya'ni telefonga to'g'ridan-to'g'ri tushadigan xartlar ham bor, kompyuter uchun xartlar ham bor va Belkin brendining original 3.1 zaryadkalari, adapterlari va power banklari ham bor bu yoqda. Xo'p, yana Redmi ning soatlari, Natsin soatlar, Mibro, Amazfit, Ray-Ban metachkalari. Xo'p, mahsulotlarimiz juda ko'p. Har bitta mahsulotni birma-bir ko'rsatib chiqadigan bo'lsam, menimcha video yetmaydi. Shuning uchun video ozgina uzunroq bo'ladi. Mana shunaqa video o'tgan payti kelib qoladi. Boshqa payt o'tiradi telefonda gaplashib, lekin imini mana shunaqa o'tiraveradi. Bosing. Ketdi. Da. Ichki xotirjamlik. Mana shunaqa operatorimizdan ozgina yangi hali o'rgatishimiz kerak, unga ham o'rgatamiz. Yaxshi otga bir qamchi, yomon otga ming qamchida. Yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, kalti yeydi. Yaxshi bo'ladigan bo'lsa, bitida o'rganadi. O'rganmaydigan bo'lsa, o'rgatamiz, urib o'rgatamiz. Xo'p, nimaga keldim? Videoni davom ettiramiz. Do'konimizdagi har bitta mahsulotni birma-bir bitta obzor qilamiz. Uni keyingi qismlarga birma-bir qo'yamiz. Hozircha общий obzor bo'ladi. Do'konda nima mahsulotlar bor, qanaqa mahsulotlarni kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Shular haqida ko'rsatib o'tamiz. Har bitta mahsulot hozir bitta-bittadan ko'rsatib ketaman, lekin ular haqida отдельно yana video qilamiz. U keyingi videolarda bo'ladi. Xo'p, Ray-Ban metachkalardan boshlaymiz. Operator ozgina yaqinroqdan olib berasan. Xo'p, shu holatda bo'ldi. Ray-Ban metachkasini 5-6 xil variantlari bor. Ya'ni varianti deganimda razmerlari 50-53 razmeri bo'ladi va rangi o'zgaradigani bo'ladi. Green rangli bo'ladi, prozrachnisi bo'ladi. Bular haqida ham obzor qilamiz. Va yana bu yoqda Amazfit soati. Hozirgi paytda fitness soatlari ichida eng zo'r soat Amazfit balans soati. Bularning balansi ikkisi ham chiqib ketgan hozir. Va yana bu yoqda Mibro GC Active 2 soati. Mibroning Pro Lite modellari bor va Natsin soatlari. Natsin soatlari hozir paytda juda ham trendga aylangan, sportivniy va klassik kiyinib yuradiganlar uchun zo'r soatlar. Va bu yoqda Xiaomi brendining original Band soatlari. Band 10 Pro keramik modellari bor va bu yoqda Active 5 Lite. Bular ham har xil modellarni ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, bu yoqda yana Apple TV 4K. Bu 64 taligi, ikkinchi generation. Xo'p, bu yoqda battery pack iPhone 17R uchun eng kerakli, ya'ni nima aksessuar desa ham bo'ladi. Magic Mouse'lar, Apple Watch'lar, AirPods Pro 3 va Tor NEC Pro 2, 3, Apple Pencil'lar va bu yoqda yana adapterlar. Adapterlarni ikki xili bor hozir bizning do'konimizda. 2 pin, 3 pin va yana 35 vatli. 35 vatli nimaga ishlatsanglar bo'ladi? iPad, MacBook, planshetlarga ishlatsanglar bo'ladi. Sababi ikkita Type-C porti bor va yana 35 vatli bo'ladi. Va yana Type-C kabellar. Type-C kabellarimizni ikki xili bor. 1 metrli, 2 metrli. 2 metrli 240 vattgacha ham kuchlanish bor. Ya'ni bularni bemalol MacBooklarga ishlatsanglar bo'ladi. Va yana Lighting USB Type-C bu yoqda Apple original quloqchinlari Type-C, Lighting, AUX bo'ladi. 3 xil. Xohlagan telefoningizga ishlatsanglar bo'ladi. Bu telefon tanlanmaydi, 100% original. Samsungning original adapterlari va ikkitasi bir komplekt, o'zidan kabel chiqadigan 45 vatli adapter. Original mahsulotlardan Marshall'da original quloqchinlari, JBL'da original quloqchinlari ham mavjud do'konimizda. Xo'p, bularni Marshall'dan skidkaga qo'yamiz. Ularni ham narxlarini keyin qo'yib ketamiz yoki videoning tagiga yozib ketamiz. Xo'p, har bitta mahsulotlarni birma-bir videoga yozib keta olmaymiz narxlari bilan. Telegram kanalimizda bor. Kanalimizni qoldiraman. Kanalimizga ko'rsanglar bo'ladi. Har bitta mahsulot narxi, rangi, hammasi Telegram kanalida to'liq ma'lumot berilgan. CMF quloqchinlari va hozir men soatlarni ko'rsatdim. Soatlar hozir paytda trend bo'lyapti. Juda ham ko'pchilik xarid qilgan.
juda ham ko'pchilik maza qilib ishlatyapti. Endi bu yoqda Nastingning quloqchinlari. Har xil quloqchinlaridan bor. Buds 2, 2A, Pro 2. Pro 2 ning zo'r tarafi shuma podavleniyasi bo'ladi. 50 desibel bo'lishi kerak. Menimcha adashmasam 50 desibelda ishlaydi. Ovozlari niskiy, chastotasi juda ham zo'r. Xo'p, yana darshda davom etamiz. Redmi ning original quloqchinlari. Bular ham zo'r, narxi ham zo'r chiqqan budjetning eng zo'ri hozir paytda shuma podavleniya zo'r ishlaydigan va niskiy chastotasi zo'r. Buds 6 Pro. Buds 6 Pro bo'ladi, sifati juda ham zo'r. Yana darshda davom etamiz. Xo'p, bu yoqda Samsungning original quloqchinlari. Buds 3 Pro silver oq ranglari bor, Pro 2si bor, 3i bor va Buds F bor. Xo'p, darshda davom etamiz. Endi galgi mahsulotlarimiz power banklar. Hozir paytda menimcha 90% odamga kerak, sababi mana shunaqa video o'tganda ko'pchilik telefon zaryadkasi tugab qoladi. Videoga olganda batareykasi, ya'ni telefonning zaryadi tezroq tugaydi. Bunda nima kerak? Original, sifatli, yaxshi power banklar kerak. Do'konimizda Vision brendidan original power banklar kelgan. Bular MagSafe orqali zaryadka beradi va yana kabel orqali zaryadka qilsanglar bo'ladi. Faqat Vision emas, Unique bor, 7 million brendi bor va juda ham ko'pchilik bilgan, tanigan Asus brendining original power banklari. Bu power bank ko'rishingiz mumkin, 45 vatli bo'ladi. Samsung modellariga ishlatsanglar bo'ladi. Samsungning eng oxirgi chiqqan modellari o'rtacha 45 vatdan zaryadka oladi, o'sha mister zaryadka beradi. Juda ham kichkina, kompaktni, necha foiz zaryadkasi berayotganini ko'rsatadi. 10 mingtalik bo'ladi. Bemalol 2 bor zaryadka qilsanglar bo'ladi. Xo'p, yana mahsulotlarimiz juda ko'p. Har bitta mahsulotni birma-bir ko'rsatib chiqsam, menimcha bitta serial bo'ladi. Bir 2 soatlik video olishga to'g'ri keladi. Shuning uchun qisqa gapirib ketyapman. Kimga qaysi mahsulot qiziq bo'lsa, shu mahsulotni to'liq obzor qilib beramiz. Lekin bizda kanalimizga videolar qo'yiladi. Har kunlik video qo'yishga harakat qilamiz. Videolarni imkoni boricha ko'proq qilmoqchimiz. Shorts video va YouTube formatli videolar qilamiz. Shorts videoda faqat unpackinglar bo'ladi. Qolgan videolarimizda to'liq tushuntirib beramiz. Har bitta mahsulotni ochib, tekshirib, unpacking qilib, qancha soat ishlatish kerak, qanaqa ishlatish kerak, birma-bir video qilamiz. Va bizda yana bu yoqda Wi-Fi oddiy настольный kompyuterlarda video Wi-Fi chiqazib beradigan anaqalarimizga kelgan, Wi-Fi'larimizga kelgan adapterlarimiz. Bularni eng zo'ri mana shu Kakusiga bo'ladi. Kakusigada nimasi zo'r? 5G chiqazib beradi. Skorosti juda ham zo'r. Har xil brendlarniki bor, agar xohlasanglar Tenda bor, boshqa variantlar bor. Va bu yoqda yana Wi-Fi routerlarimiz, SIM kartali bor, TP-Link, har xil brendlarniki bor. Va yana darshda davom etamiz. Xo'p, stabilizatorlar, bu yoq taraf polkamizdan ko'rsataman bir. Bu yoqda stabilizatorlarning har xil modellaridan bor. 7, 7P va eng oxirgi chiqqan 8 modellida ham bor. Hozir videomizdan shu 8 orqali videoga olamiz. Va mikrofonlar. Mikrofonlar DJI Mic 2, Mic 3 mini va Holland har xil modellari, Saramonic modellari bor. Va yana budjetli mikrofonlardan THX brendining 4 xil modeli bor. Lark, Mini, Pro va Aura modellari bor. Bu yoqda har xil переводчиклар, ya'ni qo'lda ko'tarib yurishga, chetga chiqqanda, safarlarda yurganda til bilmasanglar, hozir muammo emas. Shunaqa offline va online ishlaydigan переводчиклар bor. Bularning har xil modellari, ko'rinish har xil modellari bor. Va yana bu yoqda smart qilib beradigan operator bu yoqni ham olib qo'yarsiz, iltimos. Televizorni smart qilib beradigan TV boxlarimizga kelgan. Bularni Xiaomi har xil modellari bor. Televizorlarni katta kichkinaligiga qarab olsanglar bo'ladi, chunki sababi bu yerda 4K 1080 har xillari bor. Va mishkalarni provodnoy, beprovodnoy har xil modellari kelgan. Mishkalarimizni Gamerski Marvel brendiga tegishli eng oxirgi chiqqan modellari. Bularda DPI 8000, 1200, 7000 gacha bor. Bularni ham birma-bir obzor qilib beramiz. Va yana har xil turdagi sportivniy quloqchinlarni ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham sifatli ishlangan. Xo'p, quloqchinlarimizni birma-bir ko'rsatamiz. Operatordan o'zim videoga olishga majbur bo'ldim, chunki videoga olish ham yo'rayapti. Xo'p, Saramonic mikrofonlarni birma-bir ko'rsatamiz. Air, Mix, Aura har xil modellari bor. Hozir paytda universalli Blink B2 Plus modeli bor. Bu ham juda ham sifatli, zo'r chiqqan mikrofon. Ray-Ban metachisiga raqobatdosh mana shunaqa Lux kopiyada degan ochkilar videoga olsanglar bo'ladi bularda ham. Va detskiy ochlar. Ularning ham har xil modellari, assortimentni o'zingiz bitta ko'rib ketasizlar. Qaysidir mahsulot yoqadigan bo'lsa, shu nomerga telefon qilsanglar, Telegramga yozadigan bo'lsanglar, mahsulot haqida tushuncha beramiz, yana ko'rsatib beramiz. Avto holderlar, bu yerda har xil avto holderlar bor.
mashina uchun vakuumli, MagSafely, Jmeri, Rex brendiga tegishli va juda ham ko'pchilik yaxshi ko'rgan 7 milliard brendiga tegishli quloqchinlar. 7 milliard brendi juda ham ko'pchilik biladi, sifati juda ham zo'r. Hozir paytda maza qilib ishlatadigan quloqchin bo'ladi. Xo'p, bularni 2, 4, Pro 2 va eng oxirgi chiqqan Pro 3 modellari ham bor, sifatlari juda ham zo'r. Va bu yerda yana ko'rishingiz mumkin holderlar, lampalar va Basius brendiga tegishli har xil turdagi shunaqa avto holderlar. Bularning ham assortimenti juda ham ko'p, adapterlari bor, avto holderlari bor, havo tozalagichlari, pilisoslari. Mahsulotlarimiz juda ham ko'p. Har bitta mahsulotni agar ko'rsatadigan bo'lsak, menimcha video kamida 1 soatlik bo'ladi. Xo'p, yana nimalar bor? Do'konimizda Anke brendiga tegishli mana shunaqa quloqchinlar, bular ham har xil modellari bor va Sony XM6, M5, M4 modellari va AirPods Max'lar va yana Marshall'lar, JBL, Alisa'ning har xil modellari bor. Xo'p, Alisa'larimizni birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Lite, Mini, Midi va Duo Max eng oxirgi chiqqan Street modellaridan ham bor. Masajyorlar, trimmerlar. Mahsulotlarimiz juda ham ko'p. Har bitta mahsulotimizni obzor qilib chiqadigan bo'lsak, juda ham katta obzor bo'ladi. Va bu yerda chexollarni ko'rsatamiz. iPhone 17 Pro Max modellari uchun chexollar. Chexollarimizni birma-bir ko'rsatadigan bo'lsak, hozir paytda o'zimizga sifatli bo'lgan Vision brendi va 7 milliard brendining chexollarni olib kiramiz. Butun O'zbekiston menimcha bu chexollarni tanidi, sababi juda ham sifati zo'r. Eng premium kачестводagi chexollar. Va yana juda ham ko'pchilik yaxshi ko'rgan, bilgan original Pitaka brendiga tegishli karbon chexol. Bu butun dunyo taniydi, sababi juda ham zo'r chexol, ko'pchilikga yoqqan. Xo'p, yana chexollardan Freer modellar, har xil ranglari bor, ko'rishingiz mumkin. Va silikon va techon modellari. Cross bodylar ham bor. Xo'p. Va увлажнитель, воздухоочиститель har xil modellari bor, bularni ham ko'rsanglar bo'ladi. Do'konimizda mahsulotlar juda ham ko'p. Mahsulotlarning har bittasi o'ziga juda ham ko'pchilik kerak bo'lgan mahsulotlardan bor. Hammasini birma-bir ko'rsatadigan bo'lsak, ancha vaqt ketib qoladi. Bu bizning birinchi video bo'ladi. Videoyimizdan maqsad do'konimizda qanaqa mahsulotlar bor va joyimizni ham birma-bir tushuntirib o'taman hozir. Dastok xizmatlarimiz ham bor. Ularni ham hozir hammasini tushuntirib o'taman. YouTube kanal ochishdan maqsad ko'pchilik bizdan obzor so'raydi. Obzor so'ragan paytida, do'konda mijoz bo'lgan paytda biz mahsulotlarni obzor qilib bera olmaymiz. Mahsulotlarni hammasini birma-bir obzor qilgan videolarimizni YouTube'ga joylashtiramiz va YouTube orqali bemalol silka qo'yamiz, kirib ko'rsanglar bo'ladi. Shu telefon nomerga yozsanglar, har bitta mahsulotni Telegram kanalida narxlar bilan qo'yganmiz. Keyingi videolarda yana ko'rishamiz. Sog' bo'ling.